Birodar, unutma, ochlikdan keyin to'yishlik bor. Chanqoqdan keyin qonishlik bor. Bedorlikdan keyin uyqu bor. Kasallik, bemorlikdan keyin tuzalishlik, ofiyat bor. Astagfirullah. Fa'asallohu an ya'tiya bil fathi. Shoyat Alloh g'alaba bersa yoki o'z huzuridan biror buyruqni berib qolsa. G'oyiblar qaytib keladi. Adashganlar yo'lini topadi. Mashaqqatga kirganlar bir kun kelib qutuladi. Zulmat, qorong'ulik ham bir kun albatta tarqaydi. G'amga botib qolgan kishi yaqinda yorug'lik tezligida keladigan farajni kutsin. Birodarlar, tun o'zini eng qorong'u lahzasiga yetdimi? Bas, undan keyingi lahza yorug'likka, tongga qarab yurishlik bo'ladi. Tunning eng qorong'u qismi soat necha bo'ladi? 3 deylik. 3 bo'ldimi? Cho'qqisiga chiqdimi qorong'ulik? Endi 3 dan 1 sekund o'tdi, endi yorug'likka qarab yuradi. Agar birodar oldingda uzundan uzun sahroni ko'rib turgan bo'lsang, bilginki, uni ortida albatta yam-yashil vodiylar, bog'lar, soya salqinlar bor. Arqon birodar tortilib taraynashdimi? Demak, uzilishga oz qoldi. Mashaqqatlar cho'qqisiga, bizning tilda pikiga yetdimi? Endi buni bu yoqqa yengillikka yurishlik bor. Alloh azza va jalla bu borlig'ini qanday yaratdi? Bu borlig'ida yig'i bilan kulgu birga bo'ladi. Dard bilan shifo birga yuradi. Xavotir bilan xotirjamlik doim yonma-yon turadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Va annal faraja ma'al karbi va anna ma'al usri yusra." Albatta qayg'u bilan birga xursandchilik bor, qiyinchilik bilan birga yengilchilik bor. Boshing og'riyotgan bo'lsa, birodar, tishing, quloqing, ko'zing, boshqa a'zolaring sog' turibdimi? Boshing og'riyotganda bitta mashaqqat bo'lsa, oldida 5 ta yengillik turibdi. Agar ishing yurishmayotgan bo'lsa, taning sog' bo'lib turibdi, yurting tinch turibdimi? Demak, bitta mashaqqat bor, oldida 2 ta yengillik bor. Shuning uchun mashaqqat bilan yengillik, ya'ni mashaqqat bilan birga yengillik bo'ladi degani ma'nosi shu. Sen faqat bitta mashaqqatni ko'rasan-da, oldidagi 10 ta yengillikni ko'rmaysan. Mana shu yengilliklarni ko'rishni o'rgansang, ustingda turgan mashaqqat, mehnat yengil bo'ladi. Birodar, soching to'kilyaptimi? Tishing to'kilmayapti-yu, to'g'rimi? Tirnoqlaring to'kilib ketmayaptimi? Shuning uchun bitta mashaqqatni oldida albatta bir qancha yengilliklar bo'ladi, faqat shu narsani ko'rishni bilishligimiz kerak. Shuning uchun birodar, faqatgina yo'q narsaga qaravermasdan bor narsaga ham qarashni o'rgan. Holing ancha yaxshi. Ibrohim Halilullohni olov kuydirmadi. O'tkirg'itishdi. Lekin u davrda o'tkirg'itgan paytda Ibrohim Halilullohni Alloh taoloning Rabboniy inoyati o'rab turgan edi. Shuning uchun o't kuydirmadi. Qulna ya naru kuni bardan va salaman ala Ibrohim. Biz aytdik deydi Alloh taolo, ey o't, Ibrohimga sovuq bo'l, salomat bo'l. Alloh azza va jalla rioyasi, inoyati bor mu'minlarga. Kalimulloh Musa alayhissalom u kishini dengiz cho'ktirmadi. Dengizga kelib qoldi yahudlar bilan. Ularning orqasidan quvib Fir'avn keldi katta qo'shini bilan. Shunda yahudlar tamom tutildik, halok bo'ldik deyishdi. Lekin Musa alayhissalom nima dedi? Kalla inna ma'i robbi sayahdin. Yo'q, men bilan birga Parvardigorim bor. Albatta u meni bir yo'lga boshlar. Alloh taolo qanaqa yo'lga boshlab qo'ydi? Birodar, musulmon banda uni ustiga kelayotgan musibatlar, mashaqqatlar ham Alloh taoloning taqdiri ekanligini bilishlik kerak. Bu mashaqqatlar anbiyolarga ham kelgan. Nimaga kelgan ularga? Robbilari haqidagi gumonlarini sinashlik uchun. Alloh taolo aytadi: "Men bandamning gumonidaman. Men haqimda qanday gumon bo'lsa, shundayman" deydi. Yordam beradi deb gumon qilsa yordam beradi, meni tashab qo'ydi desa tashab qo'yadi. Alloh duoyimni ijobat qiladi deb aniq gumon qilib, aniq ishonib Allohga duo qilsa, duosini ijobat qiladi. Meni duoimni eshitarmikin deb ikkilanadigan bo'lsa eshitmaydi. Payg'ambarlarga ham sinov kelgan birodarlar. Robbilar tarafidan kelgan yengillikni kutadimi, kutmaydimi? Mana shu sinovni ular boshlaridan o'tkazishgan. Shuning uchun ustinga musibat keldi.
Bitta mashaqqat, bitta musibat. Lekin yonida Robbingga duo qilish imkoniyating turibdimi? Demak, bitta mashaqqat oldi, bitta yengillik turibdi. Bitta musibat keldi, bitta mashaqqat keldi. Iymoning salobatmi? Iymoning salomat. Duoying ijobat bo'lishiga ishonching bormi? Bor. Shuni o'zi mashaqqatning oldida bir qancha yengilliklar bor ekanligini bildirmayaptimi? Birodarlar, musibat bor, yonida duo bor. Musibat bor, yonida iymon bor. Musibat bor, yonida sabr qilsang ajr olishing umiding bor. Musibat bor, yonida sog'liging bor, oilang bor, yori birodarlaring bor. Musibat bor, atrofingda shu musibatni yengishlikka senga yordam beradigan birodarlaring bor. Birodarlar, inna ma'al usri yusra. Albatta, bitta mashaqqat, qiyinchilik bilan bir qancha yengilliklar yonma-yon turadi, deyapti. Shu yengilliklarga qarashni o'rganaylik, shunga odatlanaylik. Ma'sum zot sallallohu alayhi vasallam g'orda o'zining do'sti Halili Abu Bakr Siddiq bilan o'tirar ekan, mushriklar g'orda og'ziga kelishdi. Abu Bakr Siddiq Rasululloh bilan g'orda o'tirar ekanlar, ularning oyoqlarini ko'rib turardi. Shunda yig'ladi. Abu Bakr Siddiq yig'ladi. Qo'rqdi, xavotir qildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Ya Abu Bakr, nimaga yig'layapsiz?" "Ya Rasululloh, agar oyog'ini ostiga qarasa, engishib g'orning ichiga qarasa ko'rib qolardi bizni", dedi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam nima dedilar? "Ma zannuka ya Abu Bakr bi ithnayn, Allohu salisuhuma." Uchinchi sherigi Alloh bo'lgan ikkita odam haqida qanday gumondasiz? Ana birodar, musibat, mashaqqat turibdi, lekin Robbisiga bo'lgan iymoni bor payg'ambarimizning. Parvardigori saqlashligiga bo'lgan ishonchi bor. Ana bitta mashaqqat oldidagi qancha yengilchilik. Shunda ularga Alloh tomonidan xotirjamlik keldi, g'alaba keldi, Alloh saqladi. Astagfirullah. La yukallifullohu nafsan illa ma ataha, sayaj'alullohu ba'da usrin yusra. Mana bu oyat ham sen bilan menga birodar bashorat. Bitta mashaqqatning oldida bir nechta yengilchilik bo'lar ekan. Bitta qiyinchilikning oldida 3 ta, 4 ta, 5 ta yengilchilik bo'lar ekan. Endi bitta mashaqqatdan keyin ham ko'p yengilliklar bo'ladi. Tushunyapsizlarmi? Problema bitta, yonida 4 ta yengillik bor. Problema bitta, problemadan keyin 10 ta yengillik bor. Alloh hech bir jonni o'zi unga ato etgandan boshqa narsaga taklif qilmas. Alloh tanglik, kambag'allikdan keyin yengillik, boylikni ham paydo qilur. 5 yil, 10 yilda bu yog'ida, 20-30 yilda bu yog'ida qo'lida davlat to'plangan birodarlar, eslanglar-da. Shu davlat kelmay turib yo'q edi. Eplab tirishchilik qilib zo'rg'a kuningizni o'tkazgansiz. Ko'tini ko'tiga ulab, uchini uchiga ulab. O'sha kunlar bor edi. O'tib ketdi-da, endi esimizdan chiqib qoldi. To'g'rimi? 10 ming dollar bo'lsa yetadi degan kunlaringiz bo'lgan. Hozir o'sha 10 ming dollar yo'q odam aytadi, 10 ming bo'lsa yetadi deydi, xotirjam bo'laman deydi. 10 ming bo'lgandan keyin yetmagan. Keyin 100 ming berdi. O'sha 10 mingni so'ragan payti esdan chiqib qoldi. Inson esdan chiqarib qo'yadi. Bitta mashaqqatning oldida bir nechta yengillik bor va bitta mashaqqatdan keyin ham bir qancha yengilliklar bo'ladi. Faqat qaysi tomonga qarashni bilaylik, birodarlar. Bugungi kunini, naqd kunini bandalari, hozir naq bo'lib turgan rohatini qullari, bunaqa odamlarning boshiga ozgina sinov, mashaqqat kelib qolsa, faqat siqilishni ko'rishadi. Faqat baxtsizlikni ko'rishadi. Chunki bular mana shu o'tirgan xonasini devoriga qaraydi, hovlisini darvozasiga qaraydi. U hovlini tashqarisiga nazar sola olmaydi. Bunaqalar oyog'ini tayinila ko'radi, sal nariroqni ko'ra olmaydi. Agar bunaqa gumrohlar ana shu to'siqning orqasiga ham qarab ko'radigan bo'lsa, mashaqqatlarning orqasida yengilliklar borligini ham tushunishar edi. Birodarlar, qiyinchilik, mashaqqat va musibatning orqasida mashaqqatlardan keyin ham bir narsa bor. Bu mushkulalar doim bo'lmaydi. Yomg'ir abadiy yog'maydi. Yomg'ir abadiy yog'maydi. Mana shu narsalarga bu gumrohlar e'tibor bera olmaydi. Xandaq g'azotini ko'ring. Musulmonlarning ustiga Madinada turgan paytlarida kelgan mashaqqatning eng og'iri bo'ldi. Madinaga hijrat qilib kelib, musulmonlar ustiga tinimsiz mashaqqatlar, tinimsiz sinovlar, qiyinchiliklar. Ana shu cho'qqisi mashaqqatlarni Xandaq g'azoti kuni bo'ldi. Madinaning shimol tarafiga Quraysh mushriklari 10 ming kishilik qo'shinni yig'ib kelib joylashtirishdi. Musulmonlar Xandaq qazib himoyalanishga majbur.
orqa tomondagi Banu Qurayzaning xiyonati ma'lum bo'lgandan keyin Rasululloh bilan Xandaqni qazigan 3000 ta odamdan faqatgina 300 ta odam qoldi Rasulullohning oldida. 3000 ta turuvdi 10 000 tani oldida. Lekin Banu Qurayzaning xiyonatidan keyin Rasulullohning oldida 3000 tadan 300 ta odam qoldi. Mana endi 300 ta odamning ustiga shunaqa mashaqqat keldi. Qattiq sovuq, qo'rquv, xavotir, ochlik mashaqqatni cho'qqisiga yetildi. Keyin nima bo'ldi? 1,5 oy qamal qilib turishdi. 1,5 oy. Ammo bu sahobalar Allohning va'dasiga, Rasulullohning va'dasiga ishonishdi, sabr qilishdi. Mushkulani eng cho'qqisi, muammoni eng kattasi qarshisida sobit turishdi. Natija qanday bo'ldi? Lam yanalu khayro. Alloh taolo ana shu mushrik bo'lgan kimsalarni noumid qaytardi. Hech qanday yaxshilikka erishmadi, qaytib ketishdi. Xandaq g'azoti nihoyasiga yetganidan keyin Rasululloh aytdilar: "La yaghzunana ba'dal yawm." Endi buni bu yog'iga bizning ustimizga qo'shin tortib kelisha olmaydi ular. Ana mashaqqat cho'qqisiga chiqdi, endi qaytdi. Shuning uchun aytayapmiz-da, yomg'ir abadiy yog'maydi. Bu ustingda turgan mashaqqatlar abadiy bo'lmaydi. 1 oydir, 1 yildir, 2 yildir, 5 yildir tugaydi. Faqat nima qil? Shu mashaqqatda turganingda yengilliklarni ko'rishni o'rgan. La yukallifullohu nafsan illa ma ataha. Alloh hech bir jonni o'zi unga ato etgandan boshqa narsaga taklif qilmas. Alloh tanglik, kambag'allikdan keyin boylikni, yengillikni ham paydo qilar. Mana shu qiyinchilik va yengilchilik haqida sahobalarning bir qancha so'zlarini o'qiymiz. Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu aytadi: "Bitta mashaqqat ikkita yengilligini yenga olmaydi." Aytdik-ku, bitta mashaqqatning oldida eng kamida 2 ta yoki 3 ta yengillik bo'ladi. Endi bitta mashaqqat ikkita yengilligini yenga olmaydi, deyapti. Ummatning donishmandi bo'lgan Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu. Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu aytadi: "Agar bitta mashaqqat bir kavakka kirib ketsa, yengillik quvib uni orqasidan albatta kiradi. Yengillik 2 ta bo'ladi yo 3 ta bo'ladi." Ibn Mas'ud yana aytadi: "Agar bir mashaqqat kavakka kirib olsa, uni ortidan yengillik kiradi-da, uni u yerdan haydab chiqaradi." Faqat musulmon odam e'tiqodi shunday bo'lishi kerakki, mashaqqatning oldida yengilchilik bor. Mashaqqatdan keyin ham yengilchilik bor. Faqat uni ishi sabr qilib, iymon keltirib, duo qilib kutishi. Shoyat bundan keyin Alloh yengillikni ato qilsa. Mana fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bas albatta har bir og'irlik, mashaqqat bilan birga yengillik ham bordir. Yana takrorlanyapti shu so'z. Albatta har bir og'irlik, mashaqqat bilan birga bir yengillik ham bordir. 2 marta takrorlayapti. Bu oyatda musulmon kishiga bashorat bor. Qiyinchilik davomiy bo'lmaydi. Doim yengillik yonida bo'ladi. Surada Alloh subhanahu va taolo mana shu ma'noni 2 marta takrorladi. Ta'kidlab aytdi. Mashaqqat bitta deb zikr qilindi, ammo yengillik esa nakira qilib zikr qilindi. Nima degani? Bitta emas degani. 2 ta, 3 ta, 5 ta, 10 ta. Ma'qulmi? Bitta mashaqqat bor, yonida son sanoqsiz yengilchiliklar bor. Qoida: yengilligini kutib yashash eng yaxshi ibodat hisoblanadi. Yengilligini kutib yashash eng yaxshi ibodat bo'lib hisoblanadi. Bo'ldi endi, tugadi endi, tugadik. Biroq uni yupatishga harakat qilsa, u tushkunlikka tushaveradi. Ya bo'ldi, uni dema, o'sha tugadim, bo'ldi, menda xodim. Nimaga yashayapsan? Umid qilyapsan, shuning uchun yashayapsan. To'g'rimi? Umiding bor-da. Kunlar almashib turadi, birodarlar. Zamon o'zgarib turadi. Zulmatdan keyin keladigan yorug'lik bor. Tundan keyin keladigan tong bor. Hakim bo'lgan Alloh subhanahu va taolo har kuni bir faoliyatda. Kimnidir ko'taradi, kimnidir tushiradi, kimni boy qiladi, yana kimni kambag'al qiladi. Shuning uchun birodar siqilma. Davomul hali minal muhal. Holatni doim bir xil bo'lishi mahol. Ishlaring yurishib turibdimi? Doim bir xil bo'lavermaydi. Bir kun tushishi bor. Ishlaring yurishmayaptimi? Doim bir xil bo'lavermaydi. Bir kun yurishib ketishi bor.
Bas, albatta har bir og'irlik, mashaqqat bilan birga yengillik ham bordir. Albatta har bir og'irlik, mashaqqat bilan birga yengillik bordir. Xulosa, biz ustimizga kelgan bitta mashaqqatni o'ziga tikilib tura olmasdan, yonida turgan bir qancha yengillarga qaraylik, bitta mashaqqatni yengishimiz oson bo'ladi. Bitta mashaqqatga qarab tikilib, bo'g'ilib, siqilib dard oshirmaylik. Chunki uning oldida bir qancha nima bor? Yengillik bor. 11-sabab, albatta har bir mashaqqat bilan birga yengillik ham bordir. O'tgan mavzularimizni bir qator qaytarib qo'yamiz. Saodatning sabablari degan silsila darsimizda birinchi mavzuyimiz fikr qil, shukr qil. Ikkinchi mavzuyimiz kechagi kun o'tdi, ketdi. Uchinchi mavzuyimiz bugungi kun seni kuning. To'rtinchi mavzuyimiz kelajakni qo'yib tur o'zi kelgunicha. Beshinchisi nohaq tanqidga qanday munosabatda bo'lasan. Oltinchisi boshqalardan rahmat kutma. Yettinchisi odamlarga yaxshilik qilish insonni qalbini yorishtiradi. Sakkizinchisi bekorchilikdan qutulgin. To'qqizinchisi immo taqlidchi bo'lma. 10-si qazoyi va qadar. 11 nordon limondan shirin ichimlik tayyorlab ol. Aqlli, xushli, xushyor, zaki odam unga kelgan ziyonni o'zini foydasiga aylantira oladi. Ammo ahmoq, tentek inson bo'lsa, ustiga kelgan bitta zararni ikkita zararga aylantirib oladi. Nima degani bu? Savdogar katta miqdordagi puliga kuydi. Bitta ziyon. Ziyon keldi. O'ylanadi, siqiladi, bo'g'iladi, davlenasi oshiradi. Yana bitta ziyon bo'ldi. Bitta ziyon ikkita bo'ldi. Yana bo'g'iladi, siqiladi, o'ylanaveradi, sahri oshirib oladi. Yana bitta ziyon. Demak, bitta ziyon keluvdi pulidan ajrab. Endi siqilib bo'g'ilib, sahri ham oshirdi, davleni ham oshirdi. Endi aqlli insonchi puliga kuydi. Bu bitta ziyon. Endi nima qiladi? Allohning taqdiri ekan deydi, rozi bo'ladi. Bitta foyda. Ziyon bo'ldi. Gunohlarimga kafforat, shukr keltirsam, yana bitta foyda bo'ldi. Endi sabr qilsam, Alloh undan yaxshirog'ini beradi deb Robbimiz haqida yaxshi gumon qildi, yana bitta foyda. Demak, ahmoq, tentak odam ustiga kelgan bitta ziyonni 3ta, 4taga aylantirib oladi. Aqlli, xushli odam esa ustiga kelgan bitta zararni 3ta, 4ta foydaga aylantirib oladi. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam u zot Makkadan quvildilar, haydaldilar. Keyin nima qildilar? Keyin u zot sallallohu alayhi vasallam Madinada dunyoni ko'zini nurga to'ldirgan, dunyoni ko'zini adolatga to'ldirgan ulkan davlatni barpo qildilar. Foydasiga aylantirdi. Ahmad ibn Hanbal qamaldi bu kishi. Darralandi, azoblarga qoldi. Lekin bu mashaqqatlarning oxirida ahli sunna val jamoaning ulug' imomlardan biriga aylandi. Imom Saraxsiyni uzoq yillar zindonband qilishdi. Qamoqqa solib qo'yishdi. Nima qildi? Dotib yig'ilib o'tirib oldimi? Aksincha, dunyodan uzilganligidan foydalanib turib, o'zining eng mashhur ko'p jildlik Al-Mabsud kitobini yozdi. Tushunyapsizlarmi? Nima haqida gap ketyapti? Ustiga kelgan zararni aqlli, xushli odam foydasiga aylantira oladi. Ibn Asir hamma ishlardan uzilib uzoq bo'lib qolganidan keyin o'zini Jomil Usul kitobini va hadis kitoblarining eng mashhurlaridan bo'lgan Nihoyani tasnif etdi. Sizni ustingizga bir ish keldiki, sizga yoqmaydigan. Qarangda, shuni sizga foyda bo'lgan tomoni bor. Foydaga aylantirib olish bo'lgan mumkin tomoni bor. Ammo biz o'tirib olamiz. Hudaybiya sulhi bitildi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Quraysh bilan 10 yil urushmaslikka kelishdilar. Ana shu sulhning bandlaridan bittasi Makkadan bir odam hijrat qilib Madinaga borsa, Rasululloh qabul qilmaydilar. Shu shart bor. Rasululloh ahdiga vafo qiladilar. Abu Basir roziyallohu anhu shu ittifoqdan keyin hijrat qilib Madinaga bordi. Rasululloh qabul qilmadilar. Qaytarib yubordilar, chunki ahdiga vafo qilish kerak. Mana endi Abu Basir Makkaga ham qaytib bora olmaydi, Madinaga ham kira olmaydi. Zararmi? Musibatmi? Nima qildi bu kishi?
Dodda yig'lab o'tirib oldimi? Yo'q. Makka bilan Madinaning o'rtasidagi Iz deb nomlanadigan mintaqaga borib joylashdi. Tog'li joy, daraxtlari bor, g'orlari ko'p. Makkadan chiqib hijrat qilib, Madinaga borishlikka imkoniyati bo'lmagan, o'ziga o'xshagan muhojirlarni to'pladi atrofiga. Bitta guruh tuzdida Qurayshning Shomdan kelayotgan karvonlarini talon qilib tarash qilishni boshladi. O'zi Qurayshni payg'ambarimiz bilan shu tinchlik sulhiga kelishdan maqsadlardan bittasi karvonlarini Shomga bemalol borib kelishligi edi. Shu maqsadda sulh tuzgan. Lekin Abu Basirning ishi ularni boyaga rejalarini amalga oshirmay qo'ydi. Shunda Quraysh majbur bo'ldi. Madinaga odam yuborib, ona Abu Basirning jamoasini o'ziga qo'shib olaverdi dedi. Ana birodarlar, aqlli, xushli, g'ayratli odamlar ustiga kelgan musibatni, ustiga kelgan mashaqqat, makruhni o'zini foydasiga aylantira oladi. Ulamolardan biri aytgan edi. Ustida fitnalar bo'layotgan olimlardan bittasi aytadiki, agar meni qamab qo'ysa, bu men uchun xilvat. Yolg'iz qolib, birov bezovta qilmaydi, o'tirib ibodat qilaman deydi. Agar yurtimdan haydab chiqarishsa, bu sayohat deydi. Agar qatl qilishsa, bu men uchun shahodat deydi. Uchala holatda ham men foydadaman deydi. Aqlli, xushli odam ustiga kelgan makruhlarni ham o'zini foydasiga nima qiladi? O'zgartirib oladi. Birodar, har qancha yomon ahvolga tushib qolmagin, mana shundan ko'ra qiyinroq holatdan bo'lishi mumkin. Shuni eslat o'zingga, bundan bettar bo'lishi mumkin edi dedi. Mana bitta foyda shu yerda. Shukr keltirasan. Puling tugab qoldimi? Pul yo'q. Sog'liging turibdimi? Biroz kasal bo'lib yuribsan. Yurting tinchmi? Birodar, ijobiyatni ko'rishni ham o'rgan. Pozitivni ham ko'r, negativni ila ko'ravermasdan. Shunaqa odamlar bor, bilasizlarmi? O'tirdingiz, salbiyatni gapiraveradi, negativni gapiraveradi. Endi anaqa bo'lar ekan. Endi manaqa bo'lar ekan. Marda manaqa bo'pti. O'tirding, salbiyatni gapiradi-da, yelkangga yuk bosib qoladi. Hayotdan to'yib ketasan. Hammamiz duch kelganmiz. O'tirding, minusga, o'tirding, vahimani gapiraveradi. Ayniqsa o'g'il bolalar, hushyor bo'linglar. Ko'chada bo'layotgan, insonning qalbiga yoqmaydigan ishlarni uyga ko'tarib, ota-enanichi axlat yashikka o'xshatib qo'ymanglar. Ko'chadan siqilib, bo'g'ilib uyga kelasizlar, otangizga, enangizga gapirasiz. Mana bo'lyapti, bunday bo'lib ketdi, savdo bo'lmayapti. To'g'rimi? Nima bo'ladi gapirib olsanglar, nima qilasizlar? Aytinglar. Ha. Yengillaysizlar. Ha. Nimani hisobidan yengillayapsizlar? Ota-enani ezib qo'yish hisobigami? Sizni boqib katta qilib qo'ygani yetmagandek endi bu yoqdagi problemangizni ham ko'tarsinmi? Shuning uchun ko'p aytaman, ukalar, ota-enasi tiriklar. Sizlar ko'chadan faqat yaxshi gap olib kelinglar. Sizni ko'rganda ota-enangiz ko'ngli yayrasin. Mana shu bolamning problemasi yo'q. Mana shu bolamning hamma yo'g'i yaxshi. Siz bilan o'tirgis kelaversin. Problema o'shuncha o'zi. Quvvatsiz, zaif o'g'il bola ko'chadagi muammosini olib kelib otasiga, enasiga aytib, ularni qiynaydi. Doim bir yaxshi narsa bor olib kelgani. Iso alayhissalom o'zini shogirdlari bilan, havoriylar bilan ko'chada ketayotsa, bir itning o'ligiga ko'zi tushdi. O'lgan bir necha kun o'tgan, hidi kelib ketgan sasib. Deyishdi havoriylar, juda ham sassiq, badbo'y, xunuk bo'lib ketibdimi deganida Iso alayhissalom tishlari tekkiz ekanmi degan ekan. Hadeb qorong'ilikda ko'ravermanglar. Ma'qulmi? Shuning uchun ustingga bir falokat, kulfat kelib qolsa, yaxshi tomonini istagin. Agar hayot senga ichish uchun bir piyola limon suvini bergan bo'lsa, unga bir qoshiq shakar solganda shirin ichimlik qilib ichib olgin. Bugungi darsimizning xulosasi shu. Ortiqcha puling yo'q. Minusmi? Zararmi? Lekin ortiqcha g'aming ham yo'q-da. G'am tashvish ham yo'q-da. Ortiqcha puling bo'lmasa, yaxshi tomonlari nima desa, darvozani qulflamasang ham xotirjam uxlayverasan. Kurs bilan ishing yo'q. Suyanishing Allohga, tavakkuling Allohga, dunyoingga emas. Qiyomatda hisobing yengil bo'ladi. Inshaalloh puling yo'q bo'lsa qiyomatda jannatga.
inshaalloh boylardan ertaroq kirasan. Chunki hisob kitobing birodan qarzing yo'q, ko'chada bemalol yurasan. Birodarlar, buni hammasini bilasizlar. Faqat unutib qo'yamizda. To'g'rimi? Zato deysiz-ku. Unday bo'lgani bilan deysizmi, mana shu gapni shu yerda ishlatish kerak. O'sha dunyo matohi ko'zlarimizni chalg'itib qo'yganda aldanib qolamiz. Rosa kurs o'ynayapti, dollarning kursi. Kim g'amda, kim xavotir siqilishda? Puli ko'plar. Puli yo'qlarga kursda ahamiyati yo'q. Ana foydalari. Qarang, pulingni yo'qligida qancha foyda bor. Lekin sen faqat nimasini ko'ryapsan? Zararni ko'ryapsan. Senga birov ilonni hadiya qildi. Nima qilasan? Terisini shilib olasan, terisidan foydalansa bo'ladi, qolganini tasha. Chayon chaqib oldimi? O'lib qolmadingmi? Ilonni zaharidan bu immunitet bo'ladi endi. Chayon chaqdi, o'lmadingiz, tirik qoldingizmi? Foydani qarang, nima ekan? Endi ilonni zahari sizga ta'sir qilmas ekan. Shuning uchun birodar, Allohning taqdiri, ustingga kelgan yomon kun, yomon ish Allohning taqdiri. Taqdir kimgadir bir piyola asal berdi. Unga mazza. Kimgadir bir piyola qaymoq berdi. Unga ham mazza. Yana kimgadir bir piyola qiyomni berdi, qaymoqni berdi. Biriga qaymoq, biriga qiyom. Endi taqdir turli bitilgan, bu Allohning xohishi. Endi senga bir piyola limon suvi tegdi. Nima qilish kerak ekan? Peshanam sho'r ekan. Hammaga qiyom tegdi, qaymoq tegdi, asal tegdi, menga endi limon tegdi. Nima qilasan endi? Aytchi, nima qilasan? Birovning o'g'li yo'q, o'zini baxtsiz his qiladi. Qizing bor-ku. Birovning nimasi yo'q? Qizi bor, o'g'li yo'q. O'g'li bor, qizi yo'q. Sen ijobiyat ko'rishni o'rgan. Kim 3 ta qizni boqib katta qilib dedilar Rasululloh. Joyiga opa yuvib tarab topshirsa, do'zaxdan parda bo'ladi dedilar Rasululloh. 3 ta qizi. 2 ta bo'lsa-chi yo Rasululloh? 2 ta bo'lsa ham. Bitta bo'lsa-chi? Bitta bo'lsa ham. Ijobiyatni qara. Bermasa nima qilarding? O'sha qizdir, o'g'ildir. Nima qilarding? Qayoqqa borar eding? Endi birodar, senga taqdir bir piyola limon suvini beribdimi? Bu Allohning xohishi. Nima qilasan? Ming'illab o'tirasanmi? Bir qoshiq shakarni olginda shirin sharbat qilib ichib olgin. Agar meni qamab qo'yishsa deyapti, xilvat. Haydab chiqarishsa sayohat, qatl qilishsa shahodat. Yana bitta misol. Shu kamiz o'g'ansayin ekan boshlaymiz ma'ruzani. Bo'ldimi? Cho'ka tushib oling. Men jon olib jon beryapman, qarang, siz uxlayapsiz-ey. Bu bola ham mashaqqatdan o'ziga foydali tomon topyapti-da mana. Domla ma'ruzada zeriktirib olsa, bitta foyda tomoni kelolmaymi yumshoq bugun. Hidlari yangi, uxlab oladi. Bishkekka ketmoqchisan, samolyotga bilet bo'lmay qoldi. Samolyotga bilet yo'q. Endi mashinada ketish kerak. 16 soat, 17 soat ketasan. Mushkulami? Mushkula. Bir piyola limonmi? Bir piyola limon suvmi? Limon suvi. Endi shakar solish kerak unga. Nima qilasan? 2 ta kitobni qo'lingga ol. Kitob o'qib ketasan. Bir qoshiq shakar shu. 2 ta kitobimiz, bir qoshiq shakar bo'ldi, quydik, sayohatdan foydalandik. Men futbolni gapiraman-da men. 4 ta komanda 2 soatga stadionda oladi. Yutkizgan chiqib o'tiraveradi, yutgan aylantirib o'ynaveradi. Seni komandang hadeb yutkizyapti. Kirding, 2 ta gol urishyapti, chiqib ketyapsan. 2 ta o'yin bo'yicha o'tirasan, siqilib, bo'g'ilib asabini o'ldirmasdan, oyoq qo'ling qizib turibdi. Fizikaga ishlab ol. 4 ta turnir tortinib qo'y, 20 ta press qilib qo'y, foydalanib qol. Yo'q, sen unaqa qilmaysan, siqilib o'tiraverasan. Mana shunaqa qilib. To'g'ri aytyapmanmi? Tayyor o'tiribsan, qizib, ishlab ol. Shuning uchun birodar, ustingga kelgan musibat seni o'ldirmabdimi? Demak, shu musibat seni kuchliroq bo'lishga olib boradi. Ustingga bir mashaqqat keldi, o'ldirib qo'ymadimi? Demak, endi sen kuchliroq bo'lasan. Birodar, taqdiringdan shikoyat qilib ming'ilab o'tirma. Peshanangda bor ekanmi? Tamom. Ichish kerakmi? Ichish kerak. O'sha bir piyola limon suv berdi. Boshingga tushdimi? Tushdi. Endi nima qilasan? Bir qoshiq shakar sol, shirin sharbatga aylanadi.
Shuning uchun birodar, aytyapmizki, hayotingda senga yoqmaydigan narsa sodir bo'lgan bo'lsa, shu holatni yaxshi tomoniga qara. Uni o'zingni foydangga aylantirib qol. Qiyin sharoitga moslan, o'zingga foyda chiqar. Ehtimol sen bir narsani yomon ko'rarsan, lekin Alloh shuni orqasida senga ko'p yaxshilik qilib qo'ygan bo'lishi mumkin. Darsimizning nihoyasi, agar senga hayot, taqdir ichishing uchun bir piyola limon suvini bergan bo'lsa, sen bir qoshiq shakarni aralashtirganda shirin sharbat qilib ich. Birodar, Alloh azza va jalla agar sendan biror narsani olib qo'ysa, bilginki, uni o'rniga undan yaxshiroq narsani beradi. Aniq ishongin. Sendan bir narsani olib qo'ydi, demak Alloh senga bundan yaxshiroq narsani beradi. Alloh hech qachon qarzdor bo'lib qolmaydi. O'zi sendan olib qo'yilgan shu narsani kim beradi senga o'zi? Alloh beradimi? Ha? Xotirjam bo'l. Olib qo'ydimi? Demak o'rniga bir narsa beradi. Bu bilan seni sinamoqchi Alloh. Faqat sen mana shu boshingga kelgan makruh ishga rozi bo'l, shukr keltir va savob umid qil. Shunda undan yaxshisini olasan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana hadis qudusiyda Robbisidan rivoyat qilib aytadi. Alloh subhanahu va taolo aytadiki: "Man akhaftu habibatayhi fa sabara awwadtuhu minhumal janna." Qaysi bir bandadan ikki habibasini olib qo'ysam, ikkita ko'zini olib qo'ysam, ya'ni ko'r qilib qo'ysam, bas sabr qilsa, u ikkisining o'rniga jannatni evaz qilib beraman. Ya Alloh, bu ko'zni o'zi beruvdi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam oldiga bir kishi kelib, "Ya Rasululloh, duo qiling, ikkala ko'zim ochilsin." Ko'r odam edi. Payg'ambarimiz aytdilar: "Xohlasang duo qilaman, ochiladi. Xohlasang sabr qilasan, jannat seniki bo'ladi" dedi. Haligi odam ikkinchisini tanladi. Faraz qiling, agar ko'zim ochilsin deb duo qilganda nima bo'lardi? 60 yil yashardi, 70 yil yashardi, o'lar edi. Lekin jannatni kafolati bo'larmidi? Demak, Alloh taolo siz bilan bizdan bizga yoqqan bir narsani olib qo'ysa, bizga yoqmaydigan bir narsani berib qo'ysa, bilingki, bu siz bilan biz uchun Alloh taoloning in'omi. Agar rozi bo'lsak, shukr keltirsak, savob umid qilsak. Yana Alloh azza va jalla aytadi hadis qudusiyda: "Man salabtu safiyahu min ahli dunya." Qaysi bir bandadan uning shu dunyodagi do'stini olib qo'ysam, yaqin do'sti vafot etdi. Alloh olib qo'ydi. Thumma ihtasaba awwadtuhu minal janna. Mana shu yaqin do'stidan ajraganligi uchun Allohdan savob umid qiladigan bo'lsa, Alloh unga mana shu do'stining evaziga jannatni beradi. Robbimizning mehribonligini ko'ryapsizlarmi? Ey Xudo, men senga nima yozuvdim? Ey Xudo, qaysi qilgan gunohim uchun? Akalar, bu kufrona so'zlar. Bu kufrga olib borib qo'yadigan so'zlar, ehtiyot bo'lishlik kerak. Gohida Alloh bir bandani ana shu ko'zini, qalbini quvonchi bo'lgan farzandini olib qo'yadi. Musibatmi? Musibat. Shunda Alloh taolo farishtalarga aytadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Va idza mata waladul abdi." Agar bir bandaning farzandi vafot etsa, qolallohu azza va jalla lil malaikati. Alloh azza va jalla malaikalarga aytadi: "Qabatum walada abdi." Malaikalarga meni bandamni bolasini qabz qildinglarmi? Fayaquluna na'am, ular ha deyishadi. Fayaqulu qabattum samarata fuadihi. Uni dilini, mevasini qabz qildinglarmi? Ular ha deydi. Fayaqulu mada qala abdi. Bandam nima dedi? Farishtalar aytadi: Hamidaka wastarja'a. Senga hamd aytdi va istirjo qildi. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun dedi. Fayaqulullohu azza va jalla: Ubnu li abdi baytan fil janna va sammuhu baytal hamd. Bandamga jannatda bir uy bino qilinglar va uni hamd uyi deb nomlanglar dedi. Termiziy rivoyat. Ko'zini olib qo'ysa, Alloh jannatni beryapti. Dunyodagi yaqin do'stini olib qo'ysa, Alloh o'rniga evaz qilib jannatni beryapti va ko'zini quvonchi, qalbini chechagi bo'lgan farzandini Alloh jonini olib qo'yganda, banda alhamdulillah, Allohning qazosi, inna lillahi va inna ilayhi rojiun deb rozi bo'lsa, sabr qilsa, savob umid qilsa, jannat evaz qilib berilyapti, birodarlar. Xo'p,
bu yerda ko'zi yo'qoldi bittasini. Bittasini yaqin do'sti yo'qoldi, bittasini farzandi yo'qoldi. Endi undan yangiroq musibatlar bor. Innalloha azza va jalla yaqul: "Idza batalaytu 'abda min 'ibadi mu'minan fahamidani 'ala ma batalaytuhu fa innahu min marja'ihi kayawmi waladatu ummuhu min al-khotaya." Alloh azza va jalla aytadi, agar mo'min holdagi bandalarimdan birini kasallikka mubtalo qilsam, musulmon bandamni kasallikka mubtalo qilsam, u men bergan mana shu kasalga shukr qilsa dardga, modomiki to'shagida bo'lar ekan, xatoliklaridan onasi tuqqan kunidagidek bo'lib turadi deyapti. Tushunyapsizmi? Sizga yetgan kasal, siz agar bunga bu musibat sizga dard berdi, sog'ligingizni olib qo'ydi, uni evaziga nima deyapti? Gunohlaringni kafforat qilaman deyapti. Bir narsangizni olsanglar, Alloh uniga bir narsa beradi. Iymoningiz komil bo'lsin, birodar. Yana davom etadi Alloh taolo. Ana qayyatu abdi hada. Men bandamni bunga bog'lab qo'ydim. Ya'ni to'shakka bog'lab qo'ydi. O'rnidan tura olmaydigan dard berib qo'ydi. Bir odam Alloh taolo dard berdi-da, yotib qoldi. O'rnidan tura olmaydi, qimilla olmaydi, to'shagi mixlanib qoldi. Mubtalo bo'ldi. Endi Alloh taolo aytayapti farishtalarga, mana shu bandam sog'lom bo'lgan paytda unga qanaqa ajr savoblar yozib qo'ygan edim, hammasini beringlar deydi. Gunoh qilmaydi, yotibdi, savob qila olmaydi ham yotibdi. Lekin mana shu kuniga rozi bo'lganligi uchun, Alloh uni sog'ligini olib qo'yganligi uchun evaz qilib, sog' bo'lib yurganda qanaqa savob qilishi mumkin edi? Shularda hammasini berib qo'ying deyapti. Birodar, xotirjam bo'l. Robbing sendan bir narsani olib qo'ygan bo'lsa, uni o'rniga undan yaxshiroq narsani beradi. Bu bizning e'tiqodimiz. Shuning uchun ustingga kelgan musibatga afsus chekma. Mana shu musibatni taqdir qilgan zot Alloh azza va jallaning huzurida birodar ajr bor, jannat bor. Endi mana shu ustingga kelgan musibat, seni qo'lingdan bir yaxshilikni ketishligi, shu musibat seni Alloh deyishga undadimi? Robbim deyishga chaqirdimi? Demak, bu seni foydangga bo'ldi. Chunki birodarlar, ayrim odamlar ustiga musibat kelsa yoki bir yaxshiligidan ajrab qolsa, pulidan ajrasa, bolasidan ajrasa, sog'ligidan ajrasa, bu musibat uni Allohga yaqin qilmasdan uzoq qilib yuborishi ham mumkin-da. To'g'rimi? O'shuning uchun kasal ko'rgani borgan paytda bir odam Alloh sabr bersin, inshaalloh gunohlarga kafforat, Alloh taolo bundan kattaroq xayriyatlarni beradi deyish kerak, ko'nglini ko'tarib ketish kerak. Imom Tabaroniy rahimahulloh Mo'jamul Sag'irda 3 kun kasal bo'lib yotishlik, gunohlardan tozalanishlik, onadan yangi tug'ilgandek bo'lib oyoqqa turishlikka sabab bo'ladi ma'nosida quyidagi hadisni keltiradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Iza marizal abdu thalathata ayyam." Agar bir banda 3 kun bemor bo'lsa, kasal bo'lsa, kharaja min zunubihi kayawmi waladathu ummuhu. 3 kun kasal bo'lib yotsa, xuddi gunohlaridan onasidan tug'ilgan kundek pok bo'lib chiqadi. Gunohlaridan onasidan tug'ilgan kundagidek pok bo'lib chiqadi. 3 kun oromingizni olib qo'ydi-da Alloh taolo. 3 kun tinchligingizni, 3 kun sog'ligingizni olib qo'ydi-da. Uxlay olmadingiz, qiylandingiz, bezovta oldingizmi? O'rniga Alloh taolo nima beryapti? Kafforatni beryapti gunohlaringizga. Shuning uchun musibatlar yo'liqqan, balo ofatlarga uchragan o'zining avliyolarini Alloh subhanahu va taolo Firdavs jannatida ikrom qiladi. Astagfirullah. Salamun alaykum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Jannatga kirganlarida ularga aytilinadi: sabr toqat qilib o'tganlaringiz sababli endi bu jannatlarda sizlarga tinchlik, osoyishtalik bo'lgan. Sabr qilganinglar uchun. Shu'abul Imondan keltiriladi: Man marida laylatan, kim bir kecha bemor bo'lsa, fasabara va radiya biha anillah, bir kecha kasal bo'ldi, sabr qildi va rozi bo'lsa Alloh taolodan, kharaja min zunubihi kayawmi waladathu ummuhu. Gunohlaridan xuddi onasi tuqqan kunidek pok bo'lib chiqadi. Ikkala ko'zini olib qo'ysa, rozi bo'lsa, shukr keltirsa, savob umid qilsa, jannat bor. Yaqin do'stini olib qo'ysa, sabr qilsa, rozi bo'lsa, shukr keltirsa, jannat bor. Bolasini olib qo'ysa, sabr qilsa, shukr keltirsa, rozi bo'lsa, jannat bor. Hatto sog'ligini olib qo'ysa, enasidan tug'ilgandek pokiza bo'lib chiqadi, deyapti.
Demak, Alloh taolo bir dard berganda mo'min bandasiga unga yaxshilikni beribdi-da. Biz ustimizga kelayotgan makruh narsalar, mana shu musibatlarning evaziga ustimizga keladigan boshqa bir yaxshiliklarga qarashimiz kerak. Astagfirullah. Allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi va inna ilayhi rojiun. U shunday bir Allohning solih bandalariki, ularning ustilariga musibat kelganida nima deyshadi? Inna lillah. Albatta biz Allohning mulkimiz va inna ilayhi rojiun. Va albatta Allohning huzuriga qaytib boramiz deydi. Endi Alloh aytayapti ular haqida. Ulayka alayhim salavatun min robbihim va rahma. Ana o'shalarga Parvardigori tomonidan salovat, mag'firat va rahmat bor. Va ulayka humul muhtadun. Va ana o'shalar to'g'ri yo'lni topgan kishilar. Ma'qulmi? Alloh sendan bir narsani olib qo'ydimi? Rozi bo'l. Shukr keltir. Savob umid qil, Alloh undan yaxshiroq narsani beradi. Shuning uchun musibatga uchraganlarga tabriklar bo'lsin. Agar iymonida sabr, rozi, shokir holda tursa, balo ofatlarga duch kelganlarga bu bashorat muborak bo'lsin. Agar rozi bo'lsa, shukr keltirib savob umid qilsa. Chunki bu dunyo umri qisqa, birodarlar. Uni xazinasi ham, huzur halovati ham past. Oxirat ham yaxshiroq, ham boqiyroq. Kim bu dunyoda bir musibatga uchrasa, agar biz aytgandek rozi bo'lsa, shukr keltirsa, sabr bo'lsa, albatta mukofotini oladi. Kim bu dunyoda mashaqqat cheksa, u dunyoda albatta rohatni topadi. Ammo mana shu haqiqatdan uzoq bo'lgan, faqatgina dunyodagi hayotni o'ylagan, oxiratda esdan chiqargan, dunyoga oshiq bo'lganlar, dunyoga suyanganlar. Bular dunyodan nasibasi tugab, undan rohatlari uzilib to'xtab qolishi ularga og'ir bo'ladi. Ularning qalbiga qattiq botadi. Nima uchun? Chunki oxiratdan umidi yo'q bularning. Oxiratdan umidi yo'q. Shuning uchun musibati katta bo'ladi, qiyinchiligi ulkan bo'ladi. Nima uchun? Ular rozi bo'lmadi, shukr keltirmadi, savob umid qilmadi. Ey Xudo, qasd qilgan gunohim uchun dedi bular. Ey Xudo, men senga nima yozuvdim deydi. Chunki bunaqa odamlar faqat oyog'ini tayini o'ylaydi. Faqatgina o'tkinchi, arzon, past bo'lgan shu dunyodan boshqa narsani ko'rishmaydi. Shuning uchun boshiga musibat kelgan, biror narsasini yo'qotgan inson aniq bilsin. Evaz Allohdan. Evaz Allohdan. Alloh bir narsani oldimi, undan ko'ra yaxshiroq narsani senga beradi. Musibatga uchragan birodarim, qaraganda natija qanday bo'ldi. Faduriba baynahum bisurin lahu babun batinuhu fihi rahma va zohiruhu min qibalihi al-adab. So'ng ular bilan mo'minlarning o'rtasiga darvozali bir devor urilurki, uning ichida rahmat, jannat, tashqarisida, oldida esa azob, do'zax bo'lur. Allohning huzuridagi narsa ham yaxshiroq, ham boqiyroq, ham buyuk, ham oliyroq. Birodar, Robbing senga yoqadigan biror narsani olib qo'ysa, aniq ishonginki, o'rniga Alloh undan ko'ra yaxshiroq narsani beradi. Agar rozi bo'lsang, shukr keltirsang, savob umid qilsang. Saodatning 15-sababi evaz. Saodatning sabablari darsimizdan 16-sabab iymon hayot demakdir. Iymon hayot demakdir. Iymon, birodarlar, bu baxt degani. Haqiqiy baxtsiz insonlar kimlar? Haqiqiy baxtsiz insonlar iymon xazinalaridan, ishonch zahiralaridan mahrum bo'lgan muflislar. Muflis degani nima degani edi? Muflis degani bankrot degani, hech narsasi yo'q odam degani. Bundaylar dunyoda yasharkan doimiy suratda hayotdan norozi bo'ladi. Doim g'azablangan bo'ladi, baxtsiz bo'ladi, doim xorlikda bo'ladi. Hayotidan doim shikoyat qiladi. Chunki ular iymondan yuz o'girishgan. Iymoni bor odam hayotidan shikoyat qilmaydi. Chunki unga shu kunni bergan Alloh subhanahu va taolo taqdirga yozgan ish bo'lyapti. Mo'min odam qazoy qadarga rozi bo'ladi. Alloh berdimi shu kunni, alhamdulillah deydi. Mana shu iymoni kuniga rozi bo'lishlikka sabab bo'ladi, roziligi esa uni baxtli bo'lishiga sabab bo'ladi. Birodarlar, baxt bu insonning o'zini hayotidan roziligi.
Baxt kuningizdan rozi bo'lishligingiz. Alloh azza va jalla mana shu iymondan yuz o'girganlar haqida nima deydi? Astagfirullah. "Va man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan donka." Mana shu qonun hayotda ishlaydigan. Kim mening eslatmamdan yuz o'girsa, albatta u uchun tang, baxtsiz hayot bo'lar. Bu qonun. Eslatmamdan yuz o'girsa, donka degani torlik degani, tanglik degani. Juda ham bir qattiqlik, qiyinchilik degani. Iymondan yuz o'girgan insonning hayoti shunaqa bo'ladi, garchi dunyosi juda ham katta bo'lsa ham. Garchi qo'lida shuncha katta bor mol davlat bo'lsa ham, iymon bo'lmaydigan bo'lsa, bu insonning hayoti tang bo'lishligini Alloh taolo aytayapti. Birodarlar, eslatmadan yuz o'girgan odam albatta tang hayot bilan kun kechiradi, baxtsiz bo'ladi. Buni Alloh subhanahu va taoloning o'zi aytayapti. Eslatma bu din, eslatma bu iymon, eslatma bu hidoyat. Bu qonun. Va man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan donka. Kim mening eslatmamdan yuz o'girsa, bas uning uchun tang hayot bo'lar. Ko'p qaytaramiz bu oyatda. Yodlab olinglar. Odam alayhissalom jannatdan yerga tushdi, qilgan xatosi tufayli. So'ngra Alloh taolo nima dedi? Faman tabi'a hudaya fala yadhillu va la yashqa. Yerga tushdi odam alayhissalom, o'zining ayoli Havvona bilan, iblis ham tushdi. Mana bir-biriga dushman bo'lib tushdi. Endi Alloh hukmini aytdi. Bas mening hidoyatimga kim ergashsa, mana shu odam yo'ldan ozmaydi, baxtsiz bo'lmaydi. Qaranglarda, kimning baxtli bo'lishligi odam alayhisalom yerga tushgan paytda aytib qo'yilgan formulasi. Kim meni hidoyatimga ergashsa, adashmaydi va baxtsiz bo'lmaydi. Baxt bu hidoyat. Haqiqiy hayot bu iymon, birodarlar. Kishi mana shu Alloh taoloning dinidan, hidoyatidan qanchalar uzoqlashsa, qancha uzoq bo'lib ketsa, uni baxtsizligi ham shuncha kuchayib boraveradi. Xuddi yonib turgan bir o'tni oldiga kelgan sari issig'i tegadi, uzoqlashganingiz sari u issiq, yorug' sizdan uzoq bo'lib, qorong'ida, sovuqda qolib ketganingizdek, hidoyatdan qancha uzoq bo'lsangiz, baxtsizligingiz shuncha kattayib boradi. Endi umuman Allohni tan olmaydiganlarning ahvolini tasavvur qilib ko'ringlar. Allohning zikridan yuz o'girish, Allohning eslatmasidan, dinidan yuz o'girishlik. Birodarlar, buni ham bir ko'rinishlari bo'ladi. Kimdir umuman dinni esdan chiqargan bo'ladi. Umuman hidoyat bilan ishi kori yo'q, mutlaq unutgan. Endi buning baxtsizligi, shaqovati shunga yarasha bo'ladi. Yana kimdir dindan unchalik uzoqlashmagan. Aqidasini biladi, Allohning yakkaligini biladi. Qiyomatda hisob kitob borligini biladi, ammo shariatning hukmlariga beparvo. Namoz o'qimaydi, roza tutmaydi, yolg'onni ko'p gapiradi. Endi buning shaqovati shunga yarasha. Qonun. Kim meni eslatmamdan yuz o'girsa, bas albatta u uchun tang baxtsiz hayot bo'lar. Atrofimizdagi odamlarga bir qaraylik-da, o'zini musulmonman deyotgan, kalimaga o'yman deyotgan, ahli qiblaman deyotgan odamlar. Ularni kuzatsak nimaga guvoh bo'lamiz? Ana shu birodarlarimiz ham baxtli bo'laman deb yurishibdi, nimalardir qilyapti. To'g'rimi? Dunyo matosi ko'p bo'lsa, pulim ko'p bo'lsa, baxtli bo'laman deb o'ylayapti. Aksar odamlarning kallasidagi tushuncha shunaqa. Uni baxtli bo'lishligi nimaga bog'liq? Faqat pulga bog'liq. Shu tasavvur to'g'rimi? Shu tushuncha qayerdan kelib qoldi bizga? Robbimiz Alloh azza va jalla Odam alayhisalom yerga tushirib, meni hidoyatim keladi, kim ushasa adashmaydi, baxtli bo'ladi, baxtsiz bo'lmaydi deb turgan bo'lsa. Qarangda, Alloh taolo meni eslatmamdan yuz o'girganni hayoti tang bo'ladi deyapti. Bu deganichi albatta kasal bo'ladi, albatta kambag'al bo'ladi, dunyosi qo'lida bo'lmaydi degani emas. Inson sog' bo'lib turib, qo'lida millionlari bo'lib turib ham tang hayot kechirishi mumkin. Ma'qulmi? Ha, buni muqobilida ikkinchi oyat bor. Man amila solihan min zakarin aw unsa. Erkakmi, ayolmi, mo'min bo'lgan holida solih amal qilsa, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba deydi Alloh. Biz unga pokiza hayotni beramiz deydi.
Endi pokiza hayot degani albatta boy bo'ladi, sog'lom bo'ladi, sefarzand bo'ladi emas. Kambag'al bo'lib turib ham pokiza hayot kechirishi mumkin inson. Farzandi yo'q bo'lib ham pokiza hayot kechirishi mumkin. Mana shu dunyo matohi qo'lida bo'lmay turib ham inson saodatli yashashi mumkin. Qachon? Allohni eslatmasdan yuz o'girmagan bo'lsa. Shuning uchun bugungi darsimizning mavzusi hayot nima ekan? Iymon ekan. Iymon bu hayot degani. Mo'min kishi bunaqa torlikda yashamaydi. Chunki Robbisiga iymon keltirgan bo'ladi, qalbi doim keng bo'ladi. Mana Banu Isroil payg'ambarlar tarixiga murojaat qilamiz. Ana shu 600 ming yoki undan ko'proq bo'lgan yahudiylarni bir necha asrlik qullikdan Musa alayhisalom yetalab olib chiqib ketdi. Dengizning oldiga borishganida orqa tomondan Fir'avnning qo'shini keldi. Shunda qalbi Allohdan uzoq bo'lgan, iymoni zaif kishilar nima deyishdi? Inna la mudrakun, bo'ldi, yetib kelishdi. Tamom bo'ldik, tugadik deyishdi. Lekin Musa alayhisalom nima dedi? Kalla inna ma'i robbi sayahdin. Yo'q, Robbim men bilan albatta yo'l ko'rsatadi. Mana shunday tang nochor holatda ham qalbi Allohga suyangan, iymoni komil bo'lgan odam nima deyapti? Robbim men bilan yo'l ko'rsatadi. Shu yerda siqilib saxir bo'lib qolishi mumkin inson. Lekin mo'min nima deydi? Alloh aytgani bo'ladi deydi. Mashhur psixolog olimlardan hisoblangan zamonamizdagi doktor Karl o'zini ruh borasida izlanishdagi zamonaviy inson kitobida shunday deydi. Diqqat qilinglar-da, hozir men faqatgina oyatdan yoki shar'iy ma'nolarda aytgan bo'lsam, mana dunyo odamlari, ana shu musulmon bo'lmagan psixologlarda gapirgan gapini mana o'qib beraman, eshitinglar. Mavzuimiz nima edi bugungi? Iymon hayot demakdir. Hayot bu iymon. Iymoni bor odamma hayot. Iymoni yo'qda hayot emas. Vallazina kafaru yatamatta'una va ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru maswan lahum. Alloh taolo hayot demayapti ularning hayotini. Vallazina kafaru, kofir bo'lgan insonlar yatamatta'una va ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Xuddi chorva hayvonlari singari yeydi, chorva hayvonlari singari ne'matlanadi, boradigan joy jahannam deyapti. Birodarlar, ularning mashinalarini, dunyoviy maishati, hayotini zo'rligini ko'rib turib, mashinalarda hayoti zo'rda, qara, qara, bitta mashinasi chizilib qolsa sirasi yangi olar ekan. 30 ming yurgan mashinani eski der ekan. Mana hayot deyotganlar iymoniy hayot nima ekanligini bilmaydi-da. Ana shu psixolog aytadi. 30 yil davomida qabulimga dunyoni turli taraflaridan odamlar kelishdi. Kuchli psixolog. Yuzlagan bemorlarni davoladim. Ularning ko'pchiligi o'rta yosh, ya'ni 35 dan yuqori edi. Ularning orasida o'z muammosini diniy asosda hal qiladigan bironta ham odam yo'q edi. Hayotida bo'layotgan muammolarni din bilan, iymon bilan hal qiladigan bittasi ham yo'q. Nimaga muammoga keldi bular? Nimaga psixologga kelyapti? Chunki iymoni bo'lganida psixologga bormas edi. Nimaga psixologga borasan, aytchi? Domlaga aka, domla manaqa problema bo'lyapti. Nima tavsiya qiladi shariatimiz? Shariatda menda deyilgan. Alloh taolaning taqdiri, rozi bo'lishing kerak. Shukr keltir. Alloh taolo senga musibatni bir narsani olib qo'ygan bo'lsa, Alloh undan kattani kechagi evaz Allohdan ana psixologni. Mana endi dunyoda ko'zga ko'ringan psixolog aytayaptiki, ana shu yuzlagan odamlarning aksariyat 35 dan tevada, o'rta yoshdagi, rosa kuch-quvvatga to'lgan payti, ularning ichida birontasi ham yo'q iymon bilan muammosini hal qiladigan. Yana bu psixolog aytadi. Shuni aytish mumkinki, bularning barchasi kasal. Chunki ular din, iymonli insonlarga ato qilgan narsani yo'qotishgan. Haqiqiy iymonni tiklab olmagan kishi aslo shifo topa olmaydi. Haqiqiy iymonni topmagan, tiklamagan odam shifo topa olmaydi deyapti. Bizda bormi haqiqiy iymon? Bizda susayib turadi. Domlalar gapirganda zo'r bo'lib qolamiz. 3-4 kun o'tgandan keyin susayib ketadi. Bu normalniy odamlar shunaqa bo'ladi o'zi. Chunki Nabiy sallallohu alayhi vasallam oldiga Hanzala roziyallohu anhu bilan Abu Bakr Siddiq kelishgan. Sizni oldingizda boshqacha olamiz, uyimizga borganda boshqacha bo'lib qolamiz deganda payg'ambarimiz aytganlar,
Walakin sa'atan fa sa'atan. Agar meni oldimdagi holat bilan ko'chada yura olganinglarda, iymoni shunday bir cho'qqisiga chiqqan holatda, farishtalar ko'zingizlarga ko'rinar edi va qo'lingizlarga qo'llarni berib ko'rishar edi. Lekin gohida unday, gohida bunday bo'ladi dedi. Demak, psixologini gapini qarang. Inson haqiqiy iymon degan narsaga ega bo'lmasdan turib, shifo topa olmaydi deydi. Oyatni qaytaramiz. Astagfirullah. Va man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan donka. Kim mening eslatmamdan yuz o'girsa, bas albatta uning uchun tang, baxtsiz hayot bo'lur dunyoda. Va nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma. Oxiratda uni ikkala ko'zini ko'r qilib tiriltiramiz deydi. Oyatni o'qiymiz. Sanulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba bima ashraku billah. Allohga sherik qilganlari sababli kofirlarning dillariga qo'rquv solajakmiz. Qarang, Allohga shirk keltirgan, Allohga iymon keltirmagan kofirlarning qalbiga Alloh qo'rquv solib qo'yadi. Doim qo'rquvda. Globalniy потепление qo'rquv. 12 qo'rquv. Yana nima qo'rquvlar bor? Dollarning kursi, koronavirus, yana nimalar bor? Bular doim qo'rqib yashaydi. Mo'min nima deydi? Hasbunalloh va ni'mal vakil deydi. Peshanamizga yozganidan oshchasi bo'lmaydi deydi. Ishonib aytyapsanmi faqat shu narsani? Yuragingni tag-tagidan aytyapsanmi shu narsani? Yozilgan bo'lsa, qayoqqa qochay? Yozilmagan bo'lsa, nimadan qo'rqay? Agar mana shu iymon sizning qalbingizda bo'lsa, siz baxtli insonsiz. Pulingizni qanchaligi muhim emas bu yerda. Oyatni o'qiymiz. Kim meni eslatmamdan yuz o'girsa, bas uning uchun tanglik hayoti bo'lur va biz uni qiyomat kunida ko'r holda tiriltirurmiz. Mana endi dunyoda tang hayot kechirib, ezilib, bo'g'ilib, pachag'i chiqib yashagan odam qiyomat kunida ko'r bo'lib tirilib turib aytadiki, qala robbi lima hashartani a'ma va qad kuntu basira. Parvardigor, nimaga meni ko'r qilib tiriltirding? Men ko'rardim-ku dunyoda. Alloh javob beradi. Qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha va kadhalika al-yawma tunsa. Alloh aytdi. Shunday. Biz senga bizning oyat mo'jizalarimiz kelganida ularni unutding. Bugun sen ham ana shunday unutilursan. Allohni unutuvdi, Alloh ham qiyomatni unutib qo'ydi. Alloh aytayapti davomida, haddan oshgan va Parvardigorining oyatlariga iymon keltirmagan kimsalarni mana shunday jazolaymiz. Dunyoda tang hayotni beramiz. Oxirat azobi esa shak shubhasiz qattiqroq va uzunroqdir. Xulosalaylik. Demak, iymon bu hayot. Iymon bu hayot. Hayot bu iymon. Iymoni yo'q odamning hayoti hayot emas. Iymonsiz odamlarning hayotini Alloh taolo hayvonlarning hayotiga o'xshatyapti. Kim Allohning eslatmasidan, dinidan, shariatdan yuz o'girsa, uni bu dunyodagi hayoti tang bo'ladi. Muhim emas puli qanchaligi. Qalbdagi g'amni, qayg'uni, iztirobni, xavotirni faqat va faqat iymon ketkiza oladi. Birodarlar, nafsni faqat iymon poklaydi. Iymon xursand qiladi. Iymonsiz hayotda ta'mi yo'q. Faqat inson hayotda iymoni bilan saodat topadi. Xulosa, haqiqiy saodatni topish uchun insonga iymon kerak. Agar inson Allohni tanimasa, iymon keltirmasa, Rob deb bilmasa, dunyoni mashaqqatlari, kishanlari, zulmat, falokatlardan qutulishni yagona yo'li birodarlar o'zini qatl qilish deb tushunadi. Shayton keladida, qarz bo'lib qoldi, o'zingni o'ldirsang qutulasan deydi. Bir tuhmatga qoldi, bo'xtonga qoldi, musibatga qoldi. Xullas, boshiga bir sinov kelganda, shat o'ldirib olsang qutulasan deydi. Inson Robbisini tanimasa, iymon keltirmagan bo'lsa, uni hayotida ustiga kelayotgan mashaqqatlar, zulmatlar, falokatlardan qutulishni bitta yo'li bor, o'zini qatl qilish deb biladi. Shuning uchun qaranglarda, mana shu suitsid deyiladi, inson o'zini o'zi qatl qilishi. Mana shu statistikani qaraydigan bo'lsangiz, birinchi o'rinlarda ana shu g'arb mamlakatlari turadi. Musulmon mamlakatlarda qarasangiz, oxirida turadi. Endi ana shu birinchi o'rinda turgan g'arb mamlakatlarining ichida ham Skandinaviya o'lkalari turadi. Yevropaning turmush tarzi balandmi? Ana shu Yevropaning o'zini hisob kitobi bo'yicha ham, o'lchovi bo'yicha ham o'sha Shvetsiya, Finlandiya, Norvegiyalar eng boy mamlakat hisoblanadi. Bekarchilari $700 ming dan pasobiya oladi. Zo'r ekan-a?
Shu borgan ukalarimiz aytib bergan, magazinga kelib shokolad ochib yesangiz, qornim ochdi desangiz, pul olmas ekan. Zo'r ekanmi? Yeb yesiz indamas ekan. Shu darajada zo'r. Endi mana shunaqa turmush tarzi baland bo'lgan shu yurtlarda o'zini o'zi o'ldirganlarning soni boshqa mamlakatlardan ancha baland. Demak, birodarlar, saodat bu magazinda to'ldirligi-yu, oylikda kattaligi emas. Iymon ekan. Iymon ekan. Iymon hayotdir. Hayot iymondir. Iymonsiz hayot baxtsizlikni naq o'zi. Allohning manhajidan chiqib ketgan dinsizlar doim mehnat, mashaqqat ostida bo'ladi. Qo'rquv, vahima soyasida bo'ladi. Tushkunlik va umidsizlik soyasida umr kechiradi. Ular hammani shunaqa deb o'ylashadi hayotini. Hayotni shundan iborat deb bilishadi. Alloh taolo aytadi ular haqida. Astagfirullah va nuqallibu afidatahum va absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra va nadaruhum fi tughyanihim ya'mahun. Xuddi avval boshda iymon keltirmaganlari kabi dil va ko'zlarini aylantirib qo'yurmiz va o'z tug'yonlarida adashib, uloqib yurgan hollarida tark qilurmiz. Shuning uchun birodarlar, bu olam uchun Allohdan o'zga iloh yo'q ekanligiga iymon keltirish vaqti keldi. Asrlar davomida orttirilgan mashaqqatli va uzoq tajribalardan keyin aql sanamlarning xurofot ekanini, ateizmni yolg'on ekanini tan olish vaqti keldi. Anbiyolar to'g'ri so'z, Alloh taoloning haq ekanini tan olish vaqti keldi. Mulk va saltanat faqatgina Allohning ekanini tan olish vaqti keldi. Alloh har narsaga qodir ekanligini tan olish vaqti keldi. Bu olam, bu insoniyat Allohga suyanishligi kerak. Qoida. Seni saodating, xotirjamliging va rohating iymoningni quvvati yoki zaifligiga qarab bo'ladi. Iymoning qancha quvvatli bo'lsa, saodating, xotirjamliging, rohating ham shunchalik quvvatli bo'ladi. Agar zaif bo'lsa, zaif bo'ladi. Mana endi bu oyatning muqobilidagi ikkinchi oyat. Kim meni eslatimdan yuz o'girsa, unga tang hayot bo'ladi. Endi buni muqobilida. Astagfirullah. Man amila solihan min zakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Erkakmi yo ayolmi, kimda kim mo'min bo'lgan holida biron yaxshi amal qilsa, bas biz unga pokiza hayot ato eturmiz va ularni o'zlari qilib o'tgan amallaridan chiroyliroq ajr savoblar bilan mukofotlaymiz. Demak, saodat topishlikning eng asosiy sharti Allohga bo'lgan iymon. Bu isbot talab qilmaydigan haqiqat. Ammo Allohga iymon keltirmagan, Allohga ishonmaydigan odamlarga, bunaqa xazinaga ega bo'lmagan odamlarga saodatga olib boradigan har qancha sabablar o'rgatsang ham, har qancha ma'lumotlarni bersang ham, har qancha maslahatni ko'rsatsang ham, ularga buni foydasi bo'lmaydi. Undaylar bu maslahatlardan foyda olib baxtli bo'laman demasin. Chunki yana qaytarib aytamiz, saodatning asosiy sababi Allohga bo'lgan iymon. Saodatning sabablarida dars o'tyapmiz mana. Shu sabablarga biz amal qilamiz, biz saodat topamiz. Inshaalloh, chunki iymonimiz bor. Endi xuddi shu sabablarni iymoni yo'q odam qilsin, unga asqatmaydi. Chunki bu sabablar iymoni bor odamlar uchungina ishlaydi. Demak, saodatning sharti Allohni Robb deb tan olish, Muhammad alayhisolamni payg'ambarim deb tan olish, islomni dinim deb tan olishlik. Erkakmi yo ayolmi, kimda kim mo'min bo'lgan holida biron yaxshi amal qilsa, bas biz unga pokiza hayotni ato etamiz. Demak, inson Alloh va'da qilgan mukofotga erishishlik uchun ikkita narsa kerak bo'lyapti. Birinchisi iymon, ikkinchisi solih amal. Innallazina amanu va amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Albatta iymon keltirib, yaxshi amallar qilgan zotlar uchun Rahmon do'stlikni barqaror qilur. Iymon bo'lsin, amal bo'lsin. Lahumul bushro fil hayati dunya va fil axira. Ular uchun dunyo hayotida ham, oxiratda ham xushxabar bordir. Hayot bu iymon degani. Iymon degani bu hayot degani. Pokiza hayot kimda bo'ladi? Iymonli odamlarda.
Allohni yakkaligiga iymon keltirgan, Robbisining va'dasiga aniq ishongan, qalblari Parvardigoriga muhabbatli bo'lgan, adashish va aynishdan pok bo'lgan insonlarda bo'ladi. Mana shu sifatlarga ega odamlar falokat vaqtida xotirjam bo'ladi, qazo oldida qalblari sokin bo'ladi, qadarga, taqdirga rozi bo'lishadi. Binobarin saodatli bo'lishadi. Shuning uchun ular baxtli bo'lishadi. Shuning uchun ular yuqoridagi oyatda aytilgan pokiza hayotga erishishadi. Chunki ular Allohni Rob deb, islomni din deb, Muhammad alayhisalomni o'zining nabiysi va rasuli deb rozi bo'lishdir. 16-sabab hayot iymon. Iymon hayot demakdir. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va